ko'pchilik yurist bilan advokatni farqiga bormaydi. Biz mutaxassisligimiz bir, yuridik universitetda o'qigan hammaga huquqshunos degan diplom beriladi. Diplomimiz bir xil hammada. Lekin hamma o'ziga yarasha yo'nalish tanlaydi. Deylik, men yuristman, advokat 100% ishini bilaman. Faqatgina, masalan, sizni nomingizdan borib sudda ishtirok eta olmayman. Farqimiz shunda. Ya'ni advokat fuqaroning nomidan shartnoma asosida ular shartnoma tuzishadi fuqaro bilan, qaysidir huquq va manfaatlarini sudda ifodalab berish uchun orderini olib borib sudda ishtirok etadi. Men yuristman, men ularga yo'nalish ko'rsatib maslahat beraman. Ya'ni o'sha sudda ishtirok etish uchun nima deyish kerak, qanaqa hujjat taqdim etish kerak, nimalar yozish kerak, masalan, deylik nikohdan ajratish uchun qanaqa da'vo ariza yozish kerak, hattoki yozib ham beraman. Nimalar qilish kerakligini o'rgataman, o'sha odamni o'zi borib o'sha yerda ishtirok etadi. Bir xillarda menga nikoh bekor qilish, aliment undirish mavzularida advokat bo'lib bering deyishadi. Men ularga aytaman, mayli, masalan, endi tanishi bilishlardan advokat topib berishim mumkin, lekin bunda o'ylab ko'ring o'zingiz. Nikoh bekor qilish yoki aliment undirish qonunchilikda belgilangan asosda sud tomonidan hal qilinadigan va unaqa qiyin jarayon bo'lmagan holat. Bunda advokat bilan shartnoma tuzib, mablag' qanaqadir sarflashga arzigulik holat emas deyman. To'g'risini aytib qo'ya qolaman-da. Agar siz to'g'ri, yo'q, men borish xohlamayman sudga, o'shalarni turqini ko'rmay advokat kerak desangiz, mayli, advokatlik xizmatini ham ko'rsatamiz. Lekin tanlov imkoniyati kelganda yaxshi da'vo ariza bilan o'zingiz qatnashavering deyman. Agar o'sha oldimga kelgan odam xohlasa, unga da'vo ariza yozib berib tushuntiraman sudda nimani borib gapirish kerakligini. Agar yo'q, men advokat kerak desa, demak advokatlik xizmatini taklif qilamiz.